kirish bugun sizlar bilan hayotiy ahamiyatga ega har bir pensionerga tegishli bo'lgan bir yangilikni muhokama qilamiz. Hozirgina e'lon qilingan yangi tafsilotlarga ko'ra har bir pensionerga qo'shimcha to'lov berilishi kutilmoqda. Bu nafaqat sizning, balki oilangizning ham moliyaviy ahvoliga sezilarli ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumot. Ko'pchiligingiz bu yangilikni eshitib, bu qanday pul, menga tegishlimi? Uni olish uchun nima qilishim kerak? degan savollar bilan qiziqayotganingiz aniq. Aynan mana shu savollarga bugun atroflicha javob beramiz. Ushbu qo'shimcha to'lov ayniqsa og'ir turmush sharoitida yashayotgan yoki ma'lum bir mezonlarga javob beradigan pensionerlar uchun katta yordam bo'ladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bu chora-tadbirlar ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, ko'p sonli fuqarolarimiz hayotida ijobiy o'zgarish yasashga xizmat qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Bu sizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingizni ta'minlaydi. Muammoning mohiyati ma'lumki, har bir fuqaroning hayotida pensiya masalasi muhim o'rin tutadi. Ko'pchilikning fikricha, mavjud pensiya miqdorlari har doim ham barcha ehtiyojlarni qoplay olmaydi. Ayniqsa, inflyatsiya va narx-navoning oshishi sharoitida bu yanada dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Avvalgi tizimda pensiya miqdorlari asosan ish staji, o'rtacha ish haqi va boshqa umumiy qoidalar asosida hisoblanar edi. Masalan, bir kishi 30 yil mehnat stajiga ega bo'lsa va uning o'rtacha ish haqi ma'lum bir so'mdan yuqori bo'lsa, unga tegishli pensiya hisoblanar edi. Ammo bu hisob-kitoblar ko'pincha kutilmagan iqtisodiy o'zgarishlarni yoki pensionerlarning individual ehtiyojlarini to'liq inobatga olmas edi. Ko'plab pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchilar, surunkali kasalliklarga chalinganlar yoki kam ta'minlanganlar uchun mavjud pensiya miqdorlari minimal ehtiyojlarni qoplashga ham yetmas edi. Ularning asosiy xavotiri oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xizmatlar uchun yetarli mablag'ni topish bo'lgan. Biroq yaqinda hukumat tomonidan qabul qilingan qaror yoki yangi tushuntirishlar pensionerlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mutlaqo yangi mexanizmni joriy etdi. Bu shunchaki pensiya miqdorini oshirish emas, balki aniq maqsad qo'shimcha to'lovni nazarda tutadi. Asosiy o'zgarish shundaki, bu to'lov faqat umumiy pensiya to'lovlarining avtomatik indeksatsiyasi doirasida emas, balki aniq belgilangan mezonlarga asoslanib ajratiladi. Ya'ni bu to'lov barcha pensionerlarga avtomatik ravishda bir xil tarzda berilmasligi mumkin. Bu yangi mexanizmning maqsadi eng avvalo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni manzilli qo'llab-quvvatlashdir. Endi nafaqat ish staji va o'rtacha ish haqi, balki pensionerning yoshi, oilaviy ahvoli, sog'lig'i yoki uning ijtimoiy maqomi kabi omillar ham qo'shimcha to'lov olish imkoniyatiga ta'sir qiladi. Bu yangilik ayniqsa shu paytgacha e'tibordan chetda qolgan, lekin yordamga muhtoj bo'lgan minglab oilalar uchun katta umid bag'ishlaydi. Bu orqali hukumat pensionerlarning turmush darajasini oshirishga va ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga intilmoqda. Birinchi asosiy qism batafsil tushuntirish. Endi esa bu yangi qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu to'lovning hajmi va uni olish shartlari qonun hujjatlari va hukumatning qarorlari bilan aniq belgilangan. Hozircha mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra bu qo'shimcha to'lov bir martalik yordam sifatida yoki ma'lum bir muddat davomida beriladigan muntazam to'lov bo'lishi mumkin. Keling, uning asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Bu qo'shimcha to'lovga ega bo'lish uchun siz ma'lum mezonlarga javob berishingiz kerak. Bu mezonlar ko'pincha pensionerning ijtimoiy himoyaga muhtojligini aks ettiradi. Birinchi va eng muhim mezon bu pensionerning yoshi. Masalan, 75 yoshdan oshgan pensionerlar yoki 90 yoshdan oshgan keksa fuqarolar avtomatik tarzda ushbu to'lovga da'vogar bo'lishlari mumkin. Hukumat ko'pincha yoshi ulug' fuqarolarni himoya qilishga ustuvor ahamiyat beradi. Chunki ular ko'pincha tibbiy xizmatlarga ko'proq ehtiyoj sezadi va jismoniy imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Ikkinchi mezon bu nogironlik guruhi. Birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar ayniqsa turmush kechirishda qo'shimcha xarajatlarga duch kelishadi. Ular uchun bu to'lov hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi mezon kam ta'minlanganlik. Agar pensionerning oilaviy daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, u ham bu qo'shimcha to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin.
Bu mezonga ko'pincha yolg'iz pensionerlar yoki boquvchisini yo'qotganlar kiradi. 4-mezon bu ma'lum bir soha faxriylari, masalan, urush faxriylari, mehnat faxriylari yoki ma'lum bir sohada katta xizmat qilgan shaxslar uchun ham alohida imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Ularning mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi e'tirof etiladi. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Xavotirlanishi keraklar, xavotirlanishi kerak bo'lganlar bu hali pensiya fondiga murojaat qilmagan yoki o'z huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan pensionerlar. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan mezonlardan biriga to'g'ri kelsangiz, lekin hali hech qanday harakat qilmagan bo'lsangiz, demak siz tezda harakat qilishingiz kerak. Chunki ba'zi to'lovlar uchun murojaat qilish muddatlari cheklangan bo'lishi mumkin. Siz bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Xavotirlanmasligi kerak bo'lganlar bu allaqachon ma'lum imtiyozli toifaga kiradigan va pensiya fondi bazasida mavjud ma'lumotlarga ko'ra avtomatik tarzda ushbu to'lovga loyiq deb topilgan pensionerlar. Ba'zi hollarda agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida yangilangan va tasdiqlangan bo'lsa, sizga qo'shimcha murojaat qilish shart emas. Chunki davlat idoralari o'zlari mavjud ma'lumotlar bazasi asosida tegishli shaxslarni aniqlab, ularga to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Ammo shunga qaramay, barchaga o'z pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishni tavsiya qilaman. Bu hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Real hayotdan misollar. Birinchi misol Oysha buvi 70 yoshda. U 25 yildan beri pensiyada. Uning pensiyasi har oy 1.500.000 so'm. Oysha buvi yolg'iz yashaydi va o'ziga qaraydigan hech kim yo'q. Uning asosiy daromadi faqat pensiyadan iborat. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar uchun sarf xarajatlari juda yuqori. Yangi qonunga ko'ra 75 yoshdan oshgan yolg'iz yashovchi pensionerlarga bir martalik 500.000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratilishi belgilangan. Oysha bu ushbu mezonlarga to'liq javob beradi. Pensiya jamg'armasi uning ma'lumotlarini o'rganib chiqib, avtomatik ravishda unga bu mablag'ni o'tkazishi mumkin. Ammo agar u o'z pensiya fondiga murojaat qilib, yolg'iz yashayotganligini tasdiqlovchi hujjat, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma taqdim etsa, jarayon tezlashadi va to'liq kafolatlanadi. Bu bir necha haftalik oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga yordam beradi. Ikkinchi misol, Ahmad aka 62 yoshda. U yaqinda pensiyaga chiqqan. Uning ish staji 35 yil. Pensiya miqdori 2000 so'm. Ahmad aka oilali farzandlari chet elda ishlaydi va ota-onasiga muntazam yordam beradi. Uning hech qanday nogironligi yo'q va hech qanday imtiyozli toifaga kirmaydi. Bu holatda yangi mexanizmning asosiy maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash bo'lgani sababli Ahmad akaga avtomatik tarzda qo'shimcha to'lov berilmasligi mumkin. Uning moliyaviy ahvoli nisbatan barqaror hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, agar kelajakda qo'shimcha to'lovning umumiy qoidalari joriy etilsa, u ham undan foydalanishi mumkin. Ammo hozirgi sharoitda aniq mezonlarga asoslangan ushbu to'lov unga tegishli emas. U xavotirlanmasligi kerak, ammo shuni bilish kerakki, hozircha unga bu to'lov tegishli emas. 3-misol, Gulnora opa 75 yoshda. U birinchi guruh nogironi va nogironlik pensiyasi oladi. Uning miqdori 1.300.000 so'm. Uning davolanishi uchun muntazam ravishda katta miqdorda pul kerak bo'ladi. Yangi qonunchilikda nogironligi bo'lgan shaxslarga, ayniqsa birinchi va ikkinchi guruh nogironlarga qo'shimcha yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Unga har chorakda 30.000 so'mdan qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu holatda Gulnora opaning nogironlik darajasi pensiya jamg'armasi tomonidan tasdiqlanganligi sababli u avtomatik ravishda bu to'lovga ega bo'lishi kerak. Biroq agar uning tibbiy ma'lumotlari yoki nogironlik guruhi yaqinda o'zgargan bo'lsa, u tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak bo'ladi. Bu mablag'lar uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bu esa uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qoidalarga rijo qilmaslik va noan'anaviy, noyob jihatlar har qanday qoida o'zining istisnolari va nozik jihatlariga ega bo'ladi. Bu qo'shimcha pensiya to'lovi ham bundan mustasno emas. Ba'zida ko'rinishdan oddiy bo'lib tuyulgan holatlar aslida murakkabliklarga ega bo'lishi mumkin. Keling, shu kabi noan'anaviy nuanslarni ko'rib chiqaylik. Istisnolar kimlarga berilmaydi? Eng avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu qo'shimcha to'lov barcha pensionerlarga umumiy pensiya oshishi kabi emas. Ya'ni
Agar siz yuqorida sanab o'tilgan mezonlardan birortasiga ham mos kelmasangiz, masalan, yoshingiz 75 dan past, nogironligingiz yo'q, kam ta'minlangan emassiz va imtiyozli toifaga kirmaysiz. Unda sizga bu to'lov berilmasligi mumkin. Bundan tashqari ba'zi bir pensionerlar toifasi, masalan, yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki yuqori daromadli manbalarga ega bo'lgan pensionerlar bu to'lovdan mahrum bo'lishlari mumkin. Hukumatning maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash. Shuning uchun boshqa daromad manbalari mavjud bo'lganlarga bu to'lovga ehtiyoj kamroq deb hisoblanadi. Masalan, agar pensioner rasmiy tarzda ro'yxatdan o'tgan korxonasi bo'lsa va bu korxona orqali sezilarli daromad olayotgan bo'lsa, u bu to'lovdan chetda qolishi mumkin. Shuningdek, chet elda doimiy yashovchi va chet el pensiyasini oluvchi fuqarolar ham bu to'lovga da'vogar bo'la olmaydilar. Chunki bu qo'shimcha to'lov asosan mamlakat ichida yashovchi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. Bu hukumatning byudjet mablag'larini mamlakat ichidagi fuqarolarga yo'naltirish siyosatining bir qismi. Qoidalarga rioya qilmaslik pitfalls, eng keng tarqalgan pitfallardan biri bu noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni taqdim etish. Agar siz murojaat qilayotganda o'z oilaviy ahvolingiz, daromadlaringizni noto'g'ri ko'rsatsangiz, bu nafaqat to'lovni ololmasligingizga, balki kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasi sizning moliyaviy ahvolingizni tekshirayotganda bank hisoblaringizdagi kirim-chiqimlarni yoki boshqa rasmiy ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Agar siz taqdim etgan ma'lumotlar bilan haqiqat o'rtasida katta farq bo'lsa, sizning arizangiz rad etilishi mumkin. Yana bir muammo bu murojaat muddatlarini o'tkazib yuborish. Ba'zi to'lovlar bir martalik aksiyalar doirasida amalga oshirilishi va ular uchun qat'iy muddatlar belgilanishi mumkin. Agar siz ushbu muddat ichida murojaat qilmasangiz, to'lovni ololmay qolasiz. Shuning uchun yangiliklarni doimiy kuzatib borish va tezda harakat qilish juda muhim. Ba'zida texnik xatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning hisob raqamingiz noto'g'ri ko'rsatilganligi sababli pul o'tkazilmay qolishi yoki hujjatlaringiz tizimda to'g'ri qayd etilmaganligi sababli kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda pension jamg'armasi xodimlari bilan bevosita bog'lanish va muammoni hal qilishga urinish kerak. Noan'anaviy nozik jihatlar, harbiy pensionerlar va huquqni muhofaza qilish organlarining faxriylari. Ularga ham bu qo'shimcha to'lov tegishli bo'lishi mumkin. Ammo ularning pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinishi sababli ular uchun murojaat qilish tartibi yoki mezonlar biroz farq qilishi mumkin. Ular o'zlarining tegishli idoralari, masalan, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi yoki davlat xavfsizlik xizmatining pensiya bo'limlari orqali aniqlik kiritishlari zarur. Yangi turdagi pensiya oluvchilar ba'zida pensiya tizimida yangi turdagi to'lovlar yoki imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yoki ijtimoiy pensiya oluvchilar uchun ham alohida qoidalar qo'llanilishi mumkin. Ular uchun ham yuqorida sanalgan mezonlar biroz o'zgartirilgan holda qo'llanilishi mumkin. Qo'shimcha to'lovning soliqqa tortilishi. Ko'pincha ijtimoiy to'lovlar soliqdan ozod qilinadi. Ammo shunga qaramay, bu qo'shimcha to'lov soliqqa tortilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Buni aniqlashtirish zarur. Chunki har qanday qo'shimcha daromad soliq majburiyatlariga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda aksariyat ijtimoiy to'lovlar soliqqa tortilmaydi, lekin bu borada hammasi aniq ekanligiga ishonch hosil qilish zarur. Bank kartasiga o'tkazish muammolari. Ba'zi keksa fuqarolar bank kartalaridan foydalanishda qiynalishlari mumkin. Agar to'lovlar faqat bank kartasi orqali amalga oshirilsa, ularga yaqinlari yoki pensiya jamg'armasi xodimlari yordam berishi kerak. Agar pensionerning bank kartasi bo'lmasa, uni ochish yoki pulni naqd shaklda olish imkoniyatlari haqida so'rash kerak. Amaliy maslahatlar endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Bu bosqichlar juda aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Biring, ma'lumotlarni tekshiring va aniqlang. Birinchi navbatda siz o'zingizning shaxsiy holatingizni bog'lashingiz kerak. Yuqorida sanab o'tilgan mezonlardan birortasiga to'g'ri kelasizmi? Masalan, yoshingiz 75 yoshdan oshganmi? Sizda birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bormi? Oilaviy ahvolingiz og'irmi va siz kam ta'minlangan toifaga kirasizmi? Aynan qaysi mezon sizga tegishli ekanligini aniqlang. Agar siz bu borada shubhali bo'lsangiz,
mahallangizdagi fuqarolar yig'ini raisi yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Ular sizga dastlabki ma'lumotlarni berishlari mumkin va qaysi toifaga kirishingizni aniqlashda yordam berishadi. Bu sizning keyingi qadamlaringizni to'g'ri belgilash uchun juda muhimdir. 2. Kerakli hujjatlarni to'plash. Qo'shimcha to'lov uchun murojaat qilishda quyidagi asosiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlash uchun zarur. Pasportingizning nusxasi va asl nusxasini tayyorlab qo'ying. Pensiya guvohnomasi sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank kartasi rekvizitlari agar to'lov naqdsiz shaklda, ya'ni bank kartasiga o'tkazilsa, sizga bank kartangizning raqami va unga tegishli boshqa rekvizitlar kerak bo'ladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa, sizning nomingizga karta ochtirish yoki pulni pochta orqali olish imkoniyatlari haqida pensiya jamg'armasidan so'rashingiz lozim. Agar siz kam ta'minlangan bo'lsangiz, oilaning daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma, bu ma'lumotnomani mahalliy soliq idoralaridan yoki ish joyingizdan olishingiz mumkin. Ba'zan mahalla fuqarolar yig'ini ham oilaning moddiy ahvoli haqida ma'lumotnoma berishi mumkin. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz nogiron bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMK) xulosasi yoki nogironlik guvohnomasi talab qilinadi. Yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashayotganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning bir nechta nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. Ba'zi hollarda hujjatlarning notarial tasdiqlangan nusxalari talab qilinishi ham mumkin. 3. Murojaat qilish manzili. Asosiy murojaat manzili bu sizning yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limi. Siz bevosita shu bo'limga borishingiz va maslahatchi bilan suhbatlashishingiz kerak. Bundan tashqari, ba'zi hududlarda yagona davlat interaktiv xizmatlar portali, yagona darcha orqali ham onlayn murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu usul ayniqsa jismoniy imkoniyatlari cheklangan yoki pensiya jamg'armasiga borishga qiyinchilik tug'diradigan pensionerlar uchun juda qulaydir. Portaldan foydalanish uchun sizga elektron raqamli imzo eri kerak bo'ladi. Shuni unutmangki, har bir murojaat qiluvchi uchun shaxsiy yondashuv muhimdir. Shuning uchun pensiya jamg'armasi xodimlari sizning vaziyatingizni to'liq o'rganib chiqishlari va sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishlari shart. 4. Ariza yozish tartibi. Pensiyaga maxsus ariza blankasi berilishi mumkin. Bu blankani to'g'ri to'ldirish juda muhim. Agar o'zingiz to'ldirishga qiynalsangiz, pensiya jamg'armasi xodimlaridan yordam so'rang. Ular sizga blankani to'g'ri to'ldirishda ko'mak berishlari shart. Arizada quyidagilar aniq ko'rsatilishi kerak. Sizning FISH, familiyasi, ismi, sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov turini aniq ko'rsatish. Masalan, 75 yoshdan oshgan keksa yoshdagilar uchun bir martalik qo'shimcha to'lov yoki nogironlik bo'yicha qo'shimcha yordam, bank kartangizning to'liq rekvizitlari. Sana va imzo. Arizangizga barcha yig'ilgan hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asli nusxalarni esa o'zingizda saqlang. 5. Jarayonni kuzatish va nazorat qilish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga ro'yxatga olish raqami berilishi kerak. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. Odatda arizani ko'rib chiqish muddati 15 kun ichida, ba'zi hollarda esa 30 kundan oshmasligi kerak. Agar bu muddatdan keyin ham sizga javob kelmasa, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qilib arizangizning holatini so'rang. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilishining aniq sababini yozma ravishda so'rab oling. Bu sizga keyinchalik qanday harakat qilish kerakligini tushunishga yordam beradi. Ba'zan rad etilish sababi hujjatlardagi kichik kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ularni bartaraf etib, qayta murojaat qilish mumkin. Agar rad etilish asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugun biz har bir pensioner uchun juda muhim bo'lgan qo'shimcha to'lov haqidagi yangi tafsilotlarni atroflicha muhokama qildik. Umid qilamanki, siz bu ma'lumotlardan o'zingiz uchun foydali xulosalar chiqardingiz va endi qanday harakat qilishni aniq bilasiz. Unutmangki, bu qo'shimcha to'lov shunchaki pul emas, balki davlatimizning sizga bo'lgan g'amxo'rligining, mehnatlaringizga bo'lgan hurmatining yana bir belgisidir. Shuning uchun o'z huquqlaringizdan foydalanishdan tortinmang.
Agar siz yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga to'g'ri kelsangiz, hech ikkilanmasdan tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu video sizning savollaringizga javob berdi degan umiddaman. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, pastdagi izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Har bir izohingiz biz uchun qadrli va biz ularni o'qib imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va yanada foydali kontent yaratishga motivatsiya beradi. Kelajakda ham shu kabi dolzarb va hayotiy mavzularni yoritishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo o'z huquqlaringizdan boxabar bo'ling, salomat bo'ling.